Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir mana Qo'qon Moshina bozordamiz. Jigulilarda xaladan chiqqan, Moskvishlardan chiqqan, Perashkovozlardan chiqqan, 07, 06 kombi deysizmi? Hammasidan chiqqan. Bu yerda shef udarlardan chiqqan aziz obunachilar. Hammasidan chiqaramiz hozir. Sizlar kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar. Sizlarga qanaqa moshinalardan kerak bo'lsa yozib qo'ysalaring, men o'shaqa moshinalardan chiqarib o'taveraman. Xo'p, biz boshladik bo'lmasa mana shu yerda 06lar, 07lar, 01 mana bu yerda akamiz chaqirishyapti. Hozir mashinadan boshlayveramiz. Like da bosinglar, biz hammasidan chiqaramiz. Eng arzonlardan chiqaramiz. Aka, yili necha buni? Assalomu alaykum. Sog' salomatmisiz? Yaxshimisiz? Sizsiz? 95-yil. 95-yil 06. Ikkita yoni bo'ldi endi aslida. Ikkita yonida kraskasi bor, qolgan joylar toza dishyapti. Xo'p, motorlari qanaqa endi aka buni? Motorlar ichida kraskasi yo'q. Xo'p, ichlari kraska bo'lmagan. Yo'q, ichida kraska yo'q, 95-yil. 95-yil. Metallari bor, ruxsatlari bor. Moshina antifrizda. Motor, ходовой коробка hamma yo'q zo'r. Moslargacha mikrofonni o'chirib qo'ying aka. Avtoriski tushib qoladi bizga. Xo'p, deflektorlar qo'yilgan ekan. Anuni qarang. Salonda acha zo'r. Ichlarida yo'q kraskasi. Buni sidinglari bor, vahshiy mazza mashina. Inomarkaga qo'yib olsangiz bo'laveradi bilasiz. Xo'p, polik chiqonlarimiz bor. Akkuratniy. Orqalar tonirovka bo'lgan. Ha, mana orqalar tonirovka bo'lgan. Mikrofon kolonkalar dangir qilib ishlayapti. Xo'p, zapaskasi bor mana. Bu tarafdan ham ko'rinyapmiz. Xo'p, mana temir zapaskasi, benzinga ham yuradi. Zapaskasi, diskasi yo'q ekan. Xo'p. Nimasi bor? Baklari joyida turibdi. Xo'p. Nech pulingda aka bu? Nima? Ha. Birinchi sizgina oldim, ammo qimmat aytib olmang. Ammo aka sizcha unaqa endi mashinaga ham qarab o'zimiz baho chiqaryapmiz aka. Siz obunachilaringizga 2300 dan o'tib beraman aka. 2300 deyapsiz. O'tib beraman aka. O'tib berasiz. Bu dehqon sizdan kelib, misolga 1,5 mingga olib ketishi mumkin. Kelib talashib, o'zlariga bilishadi o'zlari. Endi ham men hozir narx kesib qo'ymayman-da aka. 1,5 mingga berasizmi deb qo'ymay, balki siz undan arzonroq qilib beraverasiz odamga. Haligi nima deydi? 100 ga 100 tusaga issiq tushadi. O'shandek. O'sha 1900 qilyapti marg'ilonda. Yo'q-a? Telefon raqam? 91. Aha. 153. Aha. 57 65. Boshqa qayerdaki? Qo'qon shahar. Qo'qon shaharda boshqa. Oldinlarni aylantirib qo'ydim. Bo'ldi. Olishadi, bilishadi, ishi yo'q. Aka bekam ko'p. Motor korobkalarimiz zo'rmi aka? Zo'r aka, ovoz zo'r. Mana. Oldilar va shu akkuratni chiqargan. Endi oldi g'ishtlar qo'yib qo'yishgan, o'zini shunaqa deb o'ylamang yana. Bo'ldi. Xo'p. 07 kimda aka bozoringizni bersin. Telefon raqamni oldingmi? Aytdik-a, telefon raqam. 153 57 65. Nechilik bilan? 91lik. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. 07 kimdan edi? Sizlardanmi? Aka, obunachilar, zo'rg'a ruxsat oldik. Sizlar qo'llab-quvvatlashga haligidan lakni bosmaganlar bo'lsa, lakni bosinglar. Yili necha edi aka buni? 95-yil mendan 07 obunachilar. 05-07 qilinmagan-a? Zavodskoy 07. Motorni ochib bering aka. Ochiq ekan o'zi. Motor necha? 03 motor. 03 motor. Korobka moslarchi? Ovoz yo'q. Ovoz yo'q. Tinch, hamma yo'q, ha? Kraska? Kraska 7 bor. 50% bor. 50% bor deyapti, 50% bor. Xo'p, mana polik bor, linoleum qilingan, chiqonlari bor, barlari bor, yasama bo'lsa ham. Orqalar tonirovka bo'lgan. Mikrofon kolonkalar ishlaydi? Ishlaydi. Mana orqadan ko'rinishlari. Ochinchi bagaj pult bilanmi? Pultda. Metallari bor, zapaska yo'q, bak bor. Nechta pul qilyapsiz tog'ingda buni? Endi 18 qilib beraveramiz. 18 million deyapsiz, ha? 20 million deyapman. O'zingiz 20 million deyapsiz. 18 ga qilib berasiz. Yana ozmoz bizni kanaldan chiqsa arzon qilib berasiz. Telefon raqam? 93. Aha. 168 43 44. Xo'p, qayerda boshasiz bu? Bag'dodniki. Bag'dodda boshasiz. Ha, o'zimizga yaqin joy ekan ekansiz.
Biz Rishtondan azobonachilar Bag'dodda mashinasi ekan, kelib minib ko'rib, agar ma'qul kelsa, narxini bemalol kelishtirib beraman deyapti. Bozorlar endi bersin ekan. Bo'ldi. Qaysi biri? Shunisimi? Bo'ldi. Yili necha buni? 95-yil mana azobonachilar 07. Aka, assalomu alaykum. Sog' salomatsiz? Yaxshimisiz? Rishtonda mashinasi ekan azobonachilar. Metan bor mana sirasi ko'rindi. Motor nechi bunda aka? 03 motor aka. 03 motor. Mos korobkalar Tiniq aka. tiniq. O'zimizdan Dehqonchilik. Polik bor, chixol bor. Bagaj ochib qo'yinglar. Mana buncha zapaskalar bor. Zapaska yo'q, metani bor. Zapaskasi bor-a? Bor. Baklari bor. Nech pul qilib beramiz endi aka buni? U bola telefonda gaplashyapti yo'q. Keling endi aka, telefonni 1 minut o'chirib turing. Bizning obunachilarga buni nech pul qilib berasiz aka? Aka endi 3000 so'rayapmiz. Endi ustida aka kelishiladi endi. Bu 3000 so'raysiz, kraskasi tozami buni? Kraskalari bor aka, tekshirib chiqaveradi. Nech foiz bor kraskasi? 30-40% bor aka. Telefon raqam? 50lik. Aha. 030 Aha. 9063. Bo'ldi aka, bozor berilaveradi. Hamma yoq beriladi. Xo'p bo'ladi aka, bozor deb bersin. Sarig'i kimdan bu sarig'i? Nechi? Avtozamon aka, aha. Aka, assalomu alaykum. Siz bizni obunachimizmi? Ko'rib turibsizmi? Aka, hozir mana misolga narigi mashina chekatagin. Bo'ldi. Avtozamon 3000 so'rashyapti, ha? Hozir ko'rdingiz, ha? Qimmat so'rashyapti, ha? Bozorda nech pulga hozir olsa bo'ladi o'sha. Siz mana hozir bozorda ko'rib yuribsiz. Men ham shu ko'rib yuribman, bilmayman, 3 ga qimmat deydi. 3000 ga yo so'rayapti, nech pulda? Endi aytaveradi. Siz mana hozir mashinani jivoy ko'rib turibsiz. Biz hozir obunachilar telefonida ko'ryapti. Siz hozir ko'rib turibsiz o'shani, hozir syomka qildim, ko'rdingiz. 3000 so'rayapti. Kelishib oladi lekin 2000 ga beradimi? Olsa bo'ladimi? 2000 ga olib minsa bo'ladimi o'shani, ha? 2000 ga bo'ladi. 2000 ga olib minsa bo'ladi, ha? Bu mana 07larchi mana ularda. Ejektor yaxshimi deyman. Qani bir siz realniy bozorda ko'rib turibsiz. Ejektorlik. Yili necha ekan uni? 12 ekan. Aka, bozoringizni bersin. Masha akamiz ham obunachimiz ekan, kelib ko'rishdi. Xo'p, yili necha? 2008. Temir baloni bor. 4 ta yangi balon. Ejektori bor. Motorlar yaqinda qilingan, metanlari bor. Motor nimada korobka zadimos ishi yo'q. Kraskachi. Kraskasi chaqa chuqasiga sepilgan 100% sepilgan. Chaqa chuqa bo'lgani uchun sepilgan ekan. Barlar bor. Polik bor, chixol bor. Bagajni ochib qo'y. Mana zabunachilar, metanlari bor, zapravka qiladigan baklari bor. Zapaskasi yo'q ekan. Yo'q, bormi uyda? Yo'q ekan. Aka, nech pul qilib beramiz buni? 2400 bo'lsa naqd pulga berib yuboramiz. 2400 bo'lsa naqd pulga berib yuborasiz. 2008 degan? 2008. Telefon raqam? 91lik 683 0501. Qayerda mashinasi bu? Yaypanlik. Yaypanli mashinasi. Dokumentda problema yo'qmi aka? Generalni qilib beramiz. Generalni ham qilib beraverasiz. Bozoringizni bersin aka, charchamanglar. Mana hozir bo'lishlar 2400 bo'lsa berib yuboraman deyapti. Narigi 95-yil 06ni 3000 deyapti. Endi o'zlaring ko'ringlar. Bu kimdan ekan, sizdanmi? Sizdanmi aka? Pulini nech pul buni? Bu 4000 deyapti bunisini. 01chi? 01 kimdan ekan? Motorni ochingchi. 96-yil 07 azobonachilar mana. Yili sal eskiroq ekan, ammo 07 oqtarib yurganlar uchun. Xo'p. Motor xadoy korobkalar yaxshimi aka bunda?
Zo'r. Metallari bor. Mos korobkalarda ovoz yo'qmi? Tiniq. Kraskachi? 1800 dan tushib berasizlar. Nechta bir narx qildi? Narx endi. Polik chiqol bor. Narx bo'lgan yo'qmi? Ochingchi bagajni. Xo'p, mana zapaskasi bor ekan o'g'linlar. Baki bor, metallari bor. Telefon raqam? 91. Aha. 153. Aha. 87. 87, ha? Mana shu raqamlarga telefon qilasizlar o'g'linlar. Dadasi nomerini berdi, bemalol gaplashib ko'rsangiz bo'laveradi. Endi sal arzonroqlardan olaylik. Qo'yamiz buni. Mikrofonni o'chirib turing. Mana o'g'linlar, mikrofonni o'chirgizdik. Avtobusga chiqadi. Yangi balonlar qo'yib qo'yibsiz, aka? Aka, ishlarni ham ko'raymi? Ishlarni ham ko'raylikmi bir? Hozir ko'ramiz. Oldin bir motorni ko'raylik. Qanaqa endi, necha motor bu? Metallari bor. 03 motor, 0307. 0307 ha? Va ustidan unaqa nima ustidan motor, Usulini qilingan, ha? Tortadi bular, ha? Yertvora tortishga. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi yana polni qilingan-da. Polni qilingan. Yili nechi? 85. 85-yil. 07lar qo'yilgan ekan mana. Ha, mana akamiz o'zlari kelib tiziqishar ekan. Bag'i Malibu qilib qo'yishdi buni. Ishlari ham monitorlar ishlar. Monitor bor, mana rollar Malibu. Bitta avtomat qilmabsiz-da. Polik chiqolari bor. Orqali tonirovka bo'lgan. Oldida ham tonirovka ekan, ruxsatlari o'zgacha. Oldidan bormi tonirovkasi? Oldidan ham bor ekan mana. Ruxsati ham bor ekan. Bo'ldi, bagajni ochib beringchi. Oldilarda ham tonirovkasi bor, ruxsatlarigacha ham bor. Metan, zapaska, bak, benzin tutqizuvchi qo'shgan, hammasi bor ekan. Orqasidan bitta ko'rsatib qo'yaylik. Endi buni pulini Malibuning narxini aytmang, arzonroq qilib ayting aka. Babi Jiguli. Jiguli aka puliga yarashadi. Tushib beramiz aka, 2,5 mingdan tushib beramiz. Ha, 2,5 ming so'rayapsiz. Tushib berasiz. Telefon raqam? 91 044 23-25. Qayerda boshasi bu? Rishton. Rishtonni boshasi. Aka bozoringizni bersin, charchamayli. Aziz bo'lishilar, mana 81-yil 05 aka bu. 05 oqtarib yurdilar ko'pchilik. 05 dan chiqardim. Mana 05. Qap-qizili. Bitta ko'rsatyapman, mana shu o'zlaring ko'rib turib baho berasizlar. Xo'p, aka buni motor, hadovoy, korobka qanaqa endi bunda? Motor, korobka, hadovoylari zo'r ekan. Zo'r. Butun mashinaga sepilgan. Butun mashinaga sepilgan. Bu propandami? Propanda. Ruxsati bormi? Ruxsati yo'q ama. Ruxsati yo'q. Benzindami ruxsati? Benzinda, gaz benzin, emulyatorda o'tiradi. Yo'q, ruxsati yo'qmi texpasportda? Yo'q. Original magnitofon kalanka, mejika, video registrator. Bo'ldi. Polik chiqolari bor. Bagajni ochib berasiz aka. Mikrofon kolonkalar ishlaydi. Ishlaydi. Mana. Pultlargacha bor ekan-da, ha? Zapaska, bak, propan. Shuni pulini siz bo'ldi endi. Arzonroq qilib ayting. Pulini $2000 so'rayapmiz. Kami bor. Telefon raqam? 90lik 343 68 18. Bozoringizni bersin. Rahmat aka. Xo'p. Akalar, qaranglar, men aytdim, hozir 06, 07larda hammasidan chiqqan. Men arzonidan ham so'mka qilyapman, qimmatdan ham so'mka qilaman. Assalomu alaykum. Ey, alaykum. Aka, bitta qo'yamiz-a buni, ha? Mikrofonni shunday o'chirib qo'ying aka. 03 da o'taradan minaman deganlar, shin mana. 03. Bag'i 01, 02, 02 yo'q hozir. 02lardan so'mka qilamiz. Bag'i 01, 02, 03 hammasi ketaverar ekan keyin.
Xo'p, aka buni motor, ходовой коробка jiyam ishlab turibdi, motorlar ishlaydi. Yaxshi aka motorlar, ходовой коробkalar most ovoz yo'q-a? Yo'q. Balonlar mana. Zo'r balon holati. Kraska bo'lganmi yo'qmi? Polni kraska. Polni kraska sepilibdi. Mana metan, zapaska, bak joyda turibdi. Nech pul endi aka bu? 25 million. 25 millionga berib berasizmi yo kamaytirib berasizmi? Beramiz. Telefon raqam? 90. Aha. 166 25 90. Qayerda moshasi bu? To'g'risi. Go'riskina moshasi. Aka bozoringiz bersin. Aziz obunachilar, biz mashina syomka qilib ketyapmiz. Narxni baland aytishyapti, arzon aytishyapti. Kelib o'zlaring minib, ko'rib, talashib olaverasizlar. Bu narxni biz kesib qo'ya olmaymiz. Balki sizlar mo'ljallangdan baland aytib qo'yishimiz mumkindir. O'shaning uchun narxlarni kesib qo'ymayapmiz. Realni narxlarni chiqarib qo'yapmiz. O'zlaring bemalol talashib, qo'llarni uzib oladigan qilib so'raverasizlar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Bunday bo'lyapti-da, hozir bir xil mashina baland aytib yuborishyapti narxini. Bir xillarni arzon aytishyapti. O'shaning uchun men hozir kommentariy yozishyapti, narxni arzonroq qilib so'rab qo'ying deyapti. Kesib qo'ysam, misolga hozir siz mana shu mashinani 20 million so'rayotgan bo'lsangiz, ha? 20 million so'rayotgan bo'lsangiz, men hozir 18 millionga berasizmi desam, bu mashina o'zi narxi 17 million yo 16 million bo'lsa, u to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? O'shanga arzonroq qilib beravergan aka. Bizning obunachilardan chiqsa, narxni so'rasangiz, ha? Arzonroq qilib bering telefon. Xo'p. Yili necha aka buni? 90-yil 07 dan Zavodskoy. Zavodskoy 07. Xo'p, mana metanlari bor ekan. Motor, ходовой коробка injavo aka. Motor yangi qilingan. Motorlar yangi qilingan. Korobka motor zo'r, ovozi yo'q. O'zim glansiy sepilibdi bular, ha? Qimmat kraskalarda. Xo'p, kraskalar qanaqa? Tomdan past bo'lgan, tom ishlari radnoy. Tomdan pastda kraska bo'lgan, ichlari radnoy deyapti. Bu faqat 06-07 ishqozlariga, buni puliga Lacetti beryapti. Nexia beryapti, demanglar. Buni ishqozlari boshqa, ishqovozi boshqa. Bu kanalda kim ko'rayotgan bo'lsa, u bilingki 07-06 ga ishqovoz odam. Mana orqalaridan ko'rinishlar. Bo'ldi. Mana azoblashlar. Gazga benzinga yuraveradi. Zapaskasi bor, baki bor. Nech pul endi aka bu? Aka 2200 deyapmiz. O'tib beramiz. Kelishib o'tib berasiz. Mana men narxni kesib qo'ymayapman. Xo'p, telefon raqam 90lik 507 9001. Bozoringiz bersin aka. Salomat bo'ling aka. Xo'p. Salomat. Qaysi kanallarimiz aka? Avtozamon deb yozsangiz chiqaveradi. Avtozamondan deb chiqishadi, telefon qilishadi, xudo xolasa. Aziz obunachilar, mendan sizlar 04 so'ragansizlar, 09lar so'ragansizlar, yo'q-da, mana bozorda yo'q. 04lar yo'q, 02 yo'q. Chiqqan bo'lsa chiqarardik. Mana Ma'murjon akam ham 07lardan, 06lardan chiqardingiz aka? Xudo xolasa oldik, qo'yamiz endi. Qo'yibdiz a? Mana. Juda ham arzon. Arzon mashina. Men ammo qimmat-qimmatlari menga to'g'ri keldi. Sizga arzonlari to'g'ri keldimi? Ma'murjonimizga kirsalaring aziz obunachilar, kanalda arzon 06lardan chiqarishdi. 06 qo'yyapmiz. Tikkovlar mana bu yerda inamarkalar qo'ydi. Inamarkalarni qo'ydingiz a? Inamarkalar do'stlar 6,5 mingga ham bor. Dahshat. Bo'ldi. 6,5 mingga ham bor. Aka bozoringizni bersin. Aziz obunachilar, o'sha gap kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar. Biz arzon moshlardan chiqaramiz. Mana shu to'g'ri inamarkalardan chiqarganmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, sizlarga shunaqa moshlardan chiqadi. Keyin bu tarafda hozir Damazlar bor. Damaz 1, Damaz 2 mana bu tarafda Matizlardan bor, Sparklardan bor, narx taraflarda hammasidan chiqaramiz.